Toshkent shahar Yashnobod tumani Güzel mahalla navbat uyimiz keldik. Bu uyimizda 3 sotuv, 5 ta xona, 2 ta sanuzor. Ko'rishingiz mumkin bo'tga mana bemalol 2 ta mashina sig'adi. Zelena zona joy qoldirilgan. O'yinchani oxirida sanuzor bor va mana uyimizni ko'rinishi. Bu uyimizga domga barter bor ekan, ustida doplatasi bilan. Ko'ringlar, uy obzor qilib beramiz, narxni oxirida aytaman. Mana bu yerda bizda kirishimiz. Zal ko'rayotgan bo'lsangiz kattagina. Stol-stulni qo'yib, ancha mehmonlar sig'dirsa bo'ladi. Bu yerda bizda yana bitta xona. Bizda bitta xona. Bu yerda bizda oshxona. Oshxonaga bunaqasi o'tsa ham bo'ladi. Va bu yerda ham oshxona kirish eshigi bor mana alohida. Bu yerda bizda mana oshxona. Bu yerda yana bitta eshigimiz bor. Shu eshikdan primoy kirsa bo'ladi. Bu yerda ana bizda hol. Holimiz mana kattagina holimiz. Bu yerda bitta xona. Bu yerda yana bitta xonamiz bor. Bu yerda bizda sanuzor. Bu yerda bizda mana havo aylantish uchun orqada joy qoldirilgan. Biz bu uyimizga 128 ming so'raymiz.